Assalomu alaykum hurmatli Chorva Info kanali obunachilar, hurmatli sigir ishqibozlari, chorva ishqibozlari yoki ishqibozlar, bugun sizlarga Andijon viloyat Marhamat tumanida Devxon akamiz bitta bo'g'oz sigirlari bor ekan, shuni avzoq qilib o'tib ketamiz. Videoni ko'rishdan oldin ekranga bitta like bosib qo'yinglar, akalar, bizning kanalimiz ham ko'tarilib qoladi. Xo'p, akalar, bu o'zimiz sigirim, o'zim baqib bo'g'ozligida olib baqagan sigirim edi. Endi alishtirib qo'yamiz, sotmoqchimiz. Akalar, narxi juda arzon, narxga keladigan bo'lsak, xo'p, buni narxi 18 million so'm. Akalar, 6 oylik pilusidan 7 oylik ham kelib boshlaydi, 6 oy 15 kun 20 kunlik bo'lib qoldi. Akalar, hozirgi xonasida 3 litr suti bor, bitta tuqqan. G'unaji hali, akalar, mol endi ochilaman deyapti. Mana. Xo'p. Bo'yi 1.20 cm olama bo'ladi, 1.15 bor, ana 1.12 deylik. Akalar, molimiz asla dehqonlarga tushadigan mol. Yuvoshlilari yuvosh, akalar, mana qilt etmaydi mol. Akalar, mana molimiz 18 million so'm. Akalar, vodiy bo'ylab dastavkasi ichida mana shu molimizni, mana akalar. Xo'p, molimiz yeb ichishlari, sog'ligiga 200% javob. Akalar, bozorda mana shu mollar bo'lmadi deganda 17,5-18 sotilyapti. Men 18 million so'mga akalar vodiy bo'ylab dastavkasini yetkazib beraman. Akalar, telefon nomerlarimiz 90lik 525 07 19 telefon raqamlariga aloqaga chiqaverasizlar. Akalar, 24 ga 7 telefonimiz yoniq, bexijolat. Akalar, mana mashmollarimiz.